Yangi tug'ilgan chaqaloqlar sarg'aysa va u uzoqroq muddat davom etadigan bo'lsa, uy sharoitida qanday qilib bilirubin miqdorini aniqlash mumkinligi haqida o'rgataman. Videomizni oxirigacha ko'ring va bu sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Chaqaloqlarda sariqlik o'zi nima? Chaqaloqlarda uchraydigan sariqlik bu neonatal jandis nomlanadi va u ikki xil ko'rinishda bo'ladi: fiziologik hamda patologik. Fiziologik sariqlik agar yangi tug'ilgan chaqaloq oy kuniga to'liq yetib tug'iladigan bo'lsa, 14 kungacha, oy kuniga yetmasdan chala tug'iladigan chaqaloq bo'ladigan bo'lsa, unda 21 kungacha davom etadi. Sarg'ayish o'zi chaqaloqlarda 2-3 kundan boshlab yuzaga kelishni boshlaydi. Bunda chaqaloqlarning jigarida bilirubinni qayta ishlash jarayoni hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bilirubin o'zi nima? Bilirubin bu eritrotsitlarning parchalanishi natijasida hosil bo'ladigan safro pigmenti hisoblanadi. Eritrotsitning tarkibiy qismida gemoglobin mavjud bo'lib, gemoglobin parchalanishidan bilirubin hosil bo'ladi. Agar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda sarg'ayish alomatlari kuzatilsa, bolani badanining rangi to'q sariq rangda bo'ladi va undan tashqari ko'z sklerasi sap-sariq rangda bo'ladi. Bunaqa chaqaloqlar ko'proq uyquchang, ishtahasiz bo'ladi yoki bo'lmasa injiq bo'lib qoladi. Shundan bilishimiz mumkinki, bu o'sha bosh miyani zararlayapti. Uy sharoitida qanaqa qilib biz bilirubin miqdorini aniqlashimiz mumkin? Bunda biz tana qismlariga qarab turib, tana qismida sariqlik joylashganiga qarab turib yoki bo'lmasam ko'z sklerasiga sariqlik rangiga qarab turib aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ko'z sklerasiga qarab turib aniqlanadigan usulda bunda biz to'q apelsin rangida bo'ladigan bo'lsa, unda 300 mikromol ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va undan yuqori natija ham bo'lishi mumkin. Agar ko'z sklerasining rangi limon sariqligi rangidagida bo'ladigan bo'lsa, unda 280-300 mikromol taqsim litr atrofida bo'ladi. Agar limon kislota rangida bo'ladigan bo'lsa, unda 200 mikromol taqsim litrga teng bo'ladi. Bolajonning ko'z sklerasi oqish rangda, ammo atroflari biroz sarg'aygan bo'ladigan bo'lsa, bunda bilirubinning miqdori taxminan 70 mikromol taqsim litrga teng bo'ladi. Yana bitta ikkinchi usul mavjud bo'lib, bu Kramer zonasiga qarab aniqlanadi. Bunda sariqlik tananing ma'lum bir qismlarida joylashgan bo'ladi. Masalan, boshning o'zida yoki kindikgacha yoki tizzagacha, qo'l kaftlarigacha bo'lgan qismlarga qarab turib ham bilirubinni aniqlash mumkin. Bilirubinning miqdorini oshishi nimasi bilan xavfli? Zaharli bilirubin ensefalopatik baryerdan o'tib, miya to'qimalarini zararlaydi va bolalarda paralichlarning paydo bo'lishiga, undan tashqari eshitishni faoliyatini pasayishiga, motor hamda nutq rivojlanishini ortda qolishiga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, agarda biz sariqlikka befarq bo'ladigan bo'lsak, sog'lom bolajonni nogiron qilib qo'yishimiz mumkin. Agar chaqaloqlarda 14 va 21 kundan keyin ham sariqlik davom etadigan bo'lsa, unda biz biroz xavotirlanamiz va onajonlarga oilaviy poliklinika shifokoriga yoki bo'lmasam vrach pediatrga farzandingizni ko'rsatishingizni tavsiya qilamiz va biokimyoviy qon tahlillari asosida aniq diagnoz qo'yiladi va shunga qarab turib davo chorasi amalga oshiriladi. Hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda sariqlikni qanday davolash mumkin? Buning uchun faqatgina bolani yaxshilab to'yib emizish, undan tashqari quyosh nurida sayr qildirish va fotolampalar tavsiya qilinadi.